daqiqada bir ayol bachadan bo'yi saraton tufayli vafot etadi. Yashab qoluvchanligi uchun onkologlar kurashib boshlaydi. 30, 40, 50 yoshdan boshqa qizlarni ishlatishi kerak. Qizim Qashqadaryoga turmushga chiqqan. Erim o'qituvchi, lekin erimga qanday aytishni bilmayapman. Barno opa, men onkologiya bo'lib o'tlashib ketibdi. Urganch shahrida ayollar orasida onkologik kasalliklarni erta aniqlash, ularning oldini olish hamda skrining tekshiruvlariga jalb etish masalalariga bag'ishlangan targ'ibot seminari bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2030 yillarda bachadon bo'yni va ko'krak bezi saratonini nazorat qilish dasturi doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etildi. Seminarda ayniqsa katta yoshdagi xotin-qizlarga bachadon bo'yni va ko'krak bezi saratonini erta aniqlashning ahamiyati, kasallikning xavf omillari, skrining tekshiruvlaridan o'z vaqtida o'tish va sog'lom turmush tarziga rioya qilish yuzasidan batafsil tushuntirishlar berildi. Mutaxassislar tomonidan kasallikning dastlabki belgilari, zamonaviy tashxis usullari hamda erta aniqlangan holatlarda davolash samaradorligi yuqori bo'lishi haqida ma'lumotlar taqdim etildi. Hozirgi kunda ayollar salomatligi juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. 402-sonli prezident qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda Urganch shahar Xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda targ'ibot ishlarini o'tkazyapmiz. Bu targ'ibot ishimizda mahalla faollari, ayollari qatnashib kelyapti va ularga qiziqtiruvchi savollarga barchasiga javob berdik. Bachadon bo'yi saratoni keltirib chiqaruvchi, ko'krak bezi saratonini oldini olish va hozirgi kunda uni profilaktik ishlarini bo'yicha chuqur ma'lumot berdik va barchasini yanada ham o'ziga yaqin bo'lgan hududlardagi joylashgan fertil yoshdagi ayollarni, ularni ham bizdan markazimizga tekshiruv uchun jalb etishni aytdik. Mahallalarda ayollar salomatligini mustahkamlash, ularni tibbiy ko'rik va skrining tekshiruvlariga faol jalb etish bo'yicha targ'ibot ishlari muntazam davom ettiriladi. Har bir ayol o'z salomatligiga befarq bo'lmasligi muhim. Bugungi xotin-qizlar o'rtasidagi ayniqsa fertil yoshdagi ayollar bilan saraton kasalligi, ko'krak bezidagi kasalliklar bo'yicha mutaxassislar bilan birgalikda bularga seminar tarzida har bir ayol bilan individual ravishda kasalliklar bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ayollar ichida eng ko'p tarqalgan bu ko'krak bezi saratoni kasalligi. Bu kasallikdan aziyat chekayotgan ayollarimizni hozirgi kunda biz viloyat ona bola ixtisoslashtirilgan markaz bilan hamkorlikda har biriga voucher, ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun bepul yo'llanmalar berib, bu yo'llanma orqali ayollarga ma'naviy, ruhiy hamda psixologik yordam beryapmiz. Bugungi kunda Xorazm viloyatimizda 402-qaror ijrosi bo'yicha joylarda patronaj akusherkalarimiz 30-40-50 yoshli ayollarimizni aktiv ko'riklarga jalb qilishmoqda. Ayollarimizdan odam papilloma virusiga PCR analizi tekshirish uchun analizlar surtmalar olinmoqda va keyingi etapga o'tkazilmoqda. Agarki o'sha chaqirilgan ayollarimiz orasida odam papilloma virusi aniqlansa, ushbu ayollarimiz keyingi tekshiruv etabiga o'tkazilmoqda va bugungi kunda shu odam papilloma virusi aniqlangan ayollarimiz orasida qilingan biopsiya natijalariga ko'ra achinarli holat, rak holatlari ham aniqlangan ayollarimiz bor. Shuning uchun iltimos qilamizki, ushbu yoshdagi ayollarimizni aktiv tekshirishda ishtirok etishlarini, nimagaki shuncha harakatlarimizga qaramasdan ko'pchilik ayollarimiz vaqtida murojaat qilishmayapti. Bunday seminar va targ'ibot tadbirlari ayollar o'rtasida onkologik kasalliklar haqida xabardorlikni oshirish, skrining qamrovini kengaytirish hamda kasalliklarni erta bosqichda aniqlash orqali ularning salomatligini asrashga xizmat qilmoqda.